Torsi chiylab ketaverar ekanda. Endi qarmog'ingizga mana bunaqa kala ko'lchiklar yoki mana bunaqa har xil taqir-tuqirlar qo'ymasdan ham ishlatsangiz bo'ladi. Katushkaning razmeri 7 mingtalik bo'ladi. Orqasida o'zining bayt runneri bor. Mana bu yoqda batareya qo'yishga o'zining maxsus joyi bor. 6 ta подшипникli, to'rtli leskadan 200 metrdan oshiq o'riydi deb ko'rsatyapti. Bu katushkaning yaxshi tomoni, bayt runneri yopiq holatda bo'lsa signalizatsiyasi ishlamaydi. Agar sizga signalizatsiya ishlashini xohlasangiz, bayt runnerini ochib qo'ysangiz, baliq tushgan paytda o'zi chiyillab sizni chaqiradi. Bundan oldin ham mashinaga o'xshagan katushkalar sotilingan. Ular bo'lar bo'lmasga chiyillab boshni ortardi. Buni ancha aqlli ishlab qo'ygan ekan. Kerak emas paytda ovozini o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Borgan sari baliq ovi jihozlari aqlli bo'lib ketyapti. Agar shunda ham baliq tutolmay yurgan bo'lsangiz, baliq tutish bo'yicha ozgincha bo'lsa ham ilm olishingiz kerak ekan. Katushkamizga metal shpulya qo'yilgan. Oldi, orqa tomonda ligirovkasi bor. Bayt runner borligini video boshida aytib o'tib ketgan. Agar bayt runner nima, u qanaqa ishlatilishini bilmasangiz, kommentariyaga kirib yozib keting. Biz buni ham to'liq tushuntirishga harakat qilamiz. Xullas, shunga o'xshagan qiziqarli narsalar kerak bo'lsa, podpiska bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.